Sizning ham bolangizda ushbu videodagi kabi yig'lab qotib qolish holati kuzatilganmi? Assalomu alaykum, men vrach nevrolog, bolalar va kattalar nevrologi Bahriyev Bahriddin Rizvonqulovman. Bugun siz bilan bolalarda uchraydigan yig'lab qotib qolish, ya'ni affektiv nafas xurujlari haqida gaplashamiz. Affektiv nafas xurujlari kelib chiqish sababi homiladorlik davridagi patologiyalar bo'lishi mumkin yoki chaqaloqlarda har xil infeksion kasalliklar, yallig'lanish kasalliklarining asorati sifatida yoki yurak tug'ma nuqsonlarida bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa qondagi oddiygina qilib aytganda gemoglobin kamligi va kalsiy yetishmovchiligida yuzaga kelishi mumkin. Affektiv nafas xurujlari odatda 6 oylikdan 3 yosh, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda kuzatiladi. Qo'ldagi narsani tortib olganingizda yoki tanasining ma'lum bir qismini urib olganda kuzatilishi mumkin. Ya'ni bola yig'lab qotib qolish holati kuzatilishi mumkin. Affektiv nafas xurujlarining 4 xil turi mavjud. Birinchisi bu spastik reflektor xuruj deb ataladi. Bola yig'laydi va qotib qoladi. Ikkinchisi ko'k xurujlar deb ataladi. Bola yig'laydi, nafas ichiga tushadi, qotib qoladi va undan keyin xuruj o'tgandan keyin bo'shashib uxlab qolish holati kuzatilishi mumkin. Uchinchisi oq xurujlar deb ataladi. Bola yig'laydi, nafas ichiga tushadi va bola oqarib ketadi. Ayrim holatlarda hushdan ketish holati ham kuzatilishi mumkin. To'rtinchisi bu asoratlangan xurujlar deyiladi. Bola yig'laydi, nafas ichiga tushadi va sudurgi xurujlariga o'xshash holatga o'tib ketishi mumkin. Affektiv nafas xurujlarini sudurgi xurujlari bilan ko'pincha adashtirishadi va ayrim holatlarda affektiv nafas xurujlarini davolanishda qanoqqa qarshi, ya'ni sudurga qarshi dorilarni ko'plab ishlatilish holatlarini kuzatilishimiz mumkin. Buni kelib chiqishida asosiy agarda qonda gemoglobin va kalsiy miqdorini normaga yetkazib qo'ysak, o'z navbatida bu nafas xurujlaridan, affektiv nafas xurujlaridan bolachalar qutulishi mumkin. Qachonki asoratlangan xurujlar yuzaga kelsa, ya'ni bola yig'lab qotib qolib undan keyin sudurgi xurujlarga o'tib ketsa, unda albatta vrach nevrolog qabuliga borish kerak bo'ladi va qo'shimcha tekshiruvlardan o'tish kerak bo'ladi. Agarda videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.